Masha. Abonent bor. Olmayaptilar. Biz bezirayib telefon qilaveramiz. 17 mingga chaqirib qo'yib, 33 minglik yo'l yurib, manzilga yetib olarmishlar-da, 20 mingni mana sallaga deb basharalarga otib ketarmish shofyori. Shunaqa zo'ravonlik qilgan bor-ku bizga. Abonent bor. Iltimos. Olmayapti klient. Men bunaqa klientlarni bloklayman. Chunki meni ham shofyorimni asabini buzadi bunaqalar. Keyin borgan joyga borib olarmish-da, rahmat. Ro'za Ramazon kunlari birovni dilini ortib basharasiga pul otib tushib ketarmish. Shunaqa zo'rlik qilgan-a, ayol kishi degan nomiga yarasha ish qilsa-da, shunaqa klientlar bor-ku. Xavf sizlarga bor-ku. Shunaqa insonlar. Eng qizig'i bor-ku, nima bilasizlarmi? Klientlar manzilga yetib olarmish-da, xohlasam beraman, xohlasam bermayman deb pul otib tushib ketarmish. Zo'ra, hayot sizlarniki bo'lib qoldi. Mashinanglarni katta xolanglarmi, eringlarmi, otanglarmi olib berganmi? Shunaqa zo'r ekansizlar. Nima qilasizlar mis taksini chaqirib? Olib bergan mashinalarda yuraveringlar. Sizlarni bu mis taksidagi ishlayotgan opalarning rizqini yoki mashinasini sizlarni eringlar yoki akanglar olib bermagan. Borgan manzilinglarga chiroyli qilib pulni borgandan keyin berishni ham bilinglar. Lekin anta klientga anaqa manzilga yetib olib, shofyorga yetmagan gapinglar qolmaydi yoki bo'lmasam basharasiga 20 minglarni otib ketishga zo'r hayot bo'lib qopti sizlarga. Ro'za Ramazon kunlari uyalmaysizlarmi shunaqa ish qilishga? Uzog'inglarni yaqin qilish uchun shular shunaqangi tinmay mehnat qilishyapti. Qizig'ichi, eng qizig'i bilasizlarmi nima? Men 17 ming повышениyaga chaqirgansiz. Tim bo'li bunaqa pikchasida bilasizlar, повышение necha pul bo'lib ketadi. 17 ming повышениyaga chaqirgansiz desam, men ko'rib turibman, bilib turibman desam, nimash? Siz keling Mahmudga. Siz Mahmudga keling. Mahmudga keling deb, ana ayol kishi razborga chaqiradi, shunaqa chaqiryapti deb meni. Tavba qildim. Nihvataja, по-моему. Ko'chada ko'rsatyapti, menimcha shofyorlik ko'rsatyapti, uyda qila olmayapti-da ular. Inakda shunaqa jenshinalar chiqib olib, ana o'zini xarakterini shofyorlik ko'rsatyapti. Barakat topinglar, respekt. Qoyil lekin bechora Mahmudda ishlayman deb chiqqan odamni ham asabini buzib tashlayapsizlar.